Onu İbrahim'le o zaman vaziyette kireket namozi o'qiysiz, savobini o'tganlarga baxshida qiladi. Salkam umra bilan teng savob. Tushunasizmi? Juda yaxshi foydasi. 7 ta aylanasiz. 7 ta aylanib olib 2 rakat namoz o'qiysiz, baxshida qiladi. Yana 7 ta aylanasiz. Endi bitta zaif hadis bor. Kim Makkaga kelib 50 marta tavof qilsa, onani qornidan begunoh bo'lgandek tug'iladi. Gunohdan forig' bo'ladi. Lekin sal zaifroq hadis. Inshaalloh bizga yaxshilik kelsa olaveramizda 50 marta tavof qilishga harakat qilamiz. Shu kungacha yurgan bo'lsak, 50 marta kuniga 7 tadan qilsangiz ham ulgurasiz. Har kuni qilishingiz kerak. Har kuni namozdan keyin 1 marta bo'lsa tavof qilmasangiz, o'zingizga o'zingiz xafa bo'laverasiz. Makkaga kelib tavof qilmadim hadi. Bir kunda bitta bo'lsa 7 ta qilib qo'ying. Chunki eng afzal ibodatlardan biri tavof. Tavof ham devorga yetib borish shart emas. 7 marta aylanib. Mana tepada qilsangiz ham bo'ladi. Pastda ham qilsangiz bo'ladi. Pastda qilsangiz kichkina diametrda savob olasiz. Har bir qo'ygan qadamingizga savob olasiz. Ko'rasizmi? Kattaroq joyda aylansangiz, bu degani ko'proq savob yig'asiz. Hattoki ilm ahlilarning bahsi bor. Namozni, nafl namozdan ko'ra bir qadam tavof tashlagan yaxshi. Nafl namozdan ko'ra bir qadam tavof tashlagani savob ulug'roq deyishadi. Allohu a'lam. O'shaning sizlarga maslahatim tavof. Kelishdikmi? Hozir mana ertalab Allohning rahmati yog'iladigan joy mana shu bo'ladi, yer yuzidan tarqaladi. Sizlarga maslahatim tavof qiling. Ana uyingizda o'tirsiz O'zbekistonda, unga yetib borguncha sizga urilib bo'ldi. Birinchidan tavof barakasini oling. Birinchi bo'lib tavof qilganlarga, ikkinchi bo'lib qarab o'tirganlarga, keyin salovat yetib charchab uxlab qolganlarga barakat yog'adi. Men Qur'on o'qib o'tirishadi-ku, Qur'on sohiblarga. O'shancha maslahatim sizlarga faqat shu yerda zuho namozigacha qolib namoz bilan o'qing. Keyin zuho namozini o'qisa, haj savobini oladi. Haj savobini olgisi yo'qmi? Qancha bo'lsa 6 bo'ldi. 2 soatdan 7-8 soat sabr qilib o'tiring. Juda katta zaxira olib ketasiz. Buni savobini ertaga qiyomat kuni yelkangizga olib chiqib borganda bilasiz. Shu darajada ulug'lashadiki, umrani savobini qiyomat kuni yoki ana qabr azob bo'ladi-yu, qabrda savol javob bo'layotganda mana shu umra qilganingizning savobi odam shaklida keladi. Bundan narkir kelib savol javob qilganda boru, men turibman, nima savol javob qilasan, yana nima kerak senga? Yo'q, men savol javob qilishim kerak deganida yorishib ketib 3 marta shu narsa takrorlanar ekan, qiyomatgacha tinchgina yozar ekan, azobsiz. Hozir qildinglar umrasini? Sizlarda bor, bitta telegrammachi, bitta askariylar bor. Inshaalloh yana bitta qilamiz Toifga borganda. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Maslahatim tavof. Kelishdikmi? Erinmasdan Ibrohim alayhisalomga fitna qilgan shaytonlar hali ham shu yerda. O'sha Hojar onamizdaniga aldab o'g'lingni so'ydirasanmi deganda tosh otgan Hojar onamiz. Ibrohim alayhisalom tosh otgan o'sha shaytonga. O'sha shaytonlar hali ham sizlarni bunday qilib gapingizga borib o'rningizga yotqizishga, g'aflat bosib qulashga harakat qiladi. Tinch qo'yib qo'ymaydi. Shu amallab 11 kuninglarni uyquda o'tkazishga harakat qiladi. O'zingizga o'zingiz savol berib qolasiz. Nimaga Makkaga kelib uxlaydigan bo'lib qoldim deysiz. Ana o'shalar kelib ko'zingiz oldida ish qilavergandan uyquchi bo'lib qolasiz. Madinada unchalik emas, Makkada ayniqsa bu narsa juda qattiq. Uyquchi bo'lib qolaverasiz. Siz aslingizdan borgingiz kelmaydi. Lekin haramga kelganingizdan keyin jamoani ko'rsangiz, kimlardansiz, kimlar bilan birga yuribsiz. Inshaalloh o'shalar bilan birga savoblarni olasiz. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Kelishdikmi? Tushmagan joyingiz bormi? Ayting savol.